Endi ariqdan lo'yqani olasiz, olganingizdan keyin mana bunday shotiga chiqasiz. Shotiga chiqarib turib, uyingizda sho'yman desangiz, shotingiz ham sinib ketadi. Yerga tushib ketganingizdan keyin mayib bo'lasiz. Endi bunaqalar davri o'tdi. Mana bunday lesadan bitta oling, hammasini qutulasiz. Buni arendaga berib pul topsangiz ham bo'ladi. Ana dom quriydigan akalarimizga zo'r keraklisidan bo'ladi. Qaranglar, bu yerda har xilidan bor. Uzunligi 1.95, eni 95, balandligi 1 metr, 530 ming so'mdan olib ketsalar bo'ladi shu yerdan. Bunisi 2 metrligi, bo'yi 1.95, eni 95, bu 2 metrligimiz 720 ming so'mdan shuni olib ketsalar bo'ladi. 20 komplektdan oshganlarga dastlabki qilib beriladi. Faqat uzoq joylarga kelishgan narx ekan. Yaqin joylarga dastlabkasi mutlaqo tekin ekan. Bu yerda ekonom pechkalar hamda mana bunday nimasi bo'ladi? Katyolda qotili desak ham bo'ladi. Bu katyol variantidagi pechkamiz. Shu turishi do'stlar 2,5 million so'm bo'ladi. Bu 4 tagacha uyda bemalol isitadi. Mana bu joyda suv aylanadi. Ya'ni katyol vazifasini bajaradi. Gazga, tappiga, o'tinga, ko'mirga, liboyga yoqadiganingizdan bo'ladi. 2,5 million so'm bo'ladi. Bu pechkalarimiz oddiy pechkalarimiz. Bular 650 ming so'mdan shu yerdan olib ketish narxlari. Ko'p olganlarga ozmas skidka qilib beriladi yoki dastlabkasiga yordam beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, 2 nafarsini nomerlar bo'ladi. Bemalol bog'lanaverasizlar. Bizning kanaldan chiqqanlarga ham skidka bor ekan.